Shoshilinch xabar. Ogoh bo'ling. Pravasidan mahrum etilganlar haqida muhim ma'lumot e'lon qilindi. Endilikda O'zbekistonda transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum etilgan shaxsning transport vositasini boshqarishi, shunday qilmish uchun ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin sodir etilgan bo'lsa, ushbu shaxs jinoiy javobgarlikka tortiladi. Bu haqda 20 fevral kuni qabul qilingan yo'l harakati xavfsizligi tizimini takomillashtirish munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi, protsessual kodekslariga hamda O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish haqidagi qonun bilan belgilangan. Qonunga ko'ra, transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum etilgan shaxsning transport vositasini boshqarishi, shunday qilmishi uchun ma'muriy jazo qo'llanilganligidan so'ng sodir etilgan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravaridan 100 baravarigacha 18,75 million 37 million so'm miqdorida jarima yoki 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud 2 yildan 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Bu O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga kiritilgan 261-2 moddasida ko'rsatilgan. Eslatib o'tamiz, yo'l harakati xavfsizligi tizimi takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining Jinoyat protsessual kodekslariga hamda O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish haqidagi qonun bilan O'zbekistonda jarima ballari 12 balldan oshsa, haydovchi transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum qilinishi belgilanganda